Erimning. Meni uzoq yillarga kimsasiz hovlida yolg'iz tashlab ketgan erimning mudhish xiyonatini bilib qolgan o'sha sovuq va yomg'irli tunda. Qorong'u ayvonda qon yig'lab o'tirganimda. Uning beva qolgan og'ir bosiq akasi. Mening qaynig'am yonimga kelib, yelkamga o'zining issiq paltosini yopdi. Uning titrayotgan barmoqlari yuzimdagi yoshlarga tekkandi. Butun vujudimda yillar davomida so'nib yotgan ayollik olovi chaqmoqdek yonib ketdi. Va u shunday so'zlarni shivirladiki, mening butun dunyoyim ostin-ustun bo'ldi. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng yashirin, eng og'riqli va kutilmagan sirlariga befarq bo'lmagan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning sevgi, xiyonat va azoblar ichidan topilgan haqiqiy baxt haqidagi dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga umrini sadoqat bilan kutishga bag'ishlagan, ammo qadri toptalgach, taqiqlangan tuyulgan, biroq Xudo tomonidan berilgan chinakam ehtirosli muhabbatni o'z qaynig'asining quchog'idan topgan bir ayolning iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya sizning ko'zlaringizni yoshlatib, yuragingizni gumburlab urishiga majbur qiladi. Mening ismim Nafisa. Yoshim 28 da. Xivaning qadimiy, tor ko'chalaridan birida joylashgan katta va fayzli xonadonga kelin bo'lib tushganman. Erim Rustam. Mendan 3 yosh katta, kelishgan, ammo xudbin va orzulariga yetishish uchun hech narsadan qaytmaydigan yigit edi. To'yimizdan bor yo'g'i 1 yil o'tib, u Koreyaga ishlash uchun ketdi. Men uyda qattiq qo'l qaynonam va Rustamning akasi. 36 yoshli beva qolgan qaynig'am Murod aka bilan qoldim. Murod akaning xotini erta vafot etgan, farzandi yo'q. O'zi juda og'ir, kamgap, choyxona va do'stlariga ham kam qo'shiladigan, tun-u kun yog'och o'ymakorligi bilan shug'ullanadigan hunarmand inson edi. Erim ketganidan keyin uyning butun og'irligi, xizmati mening nozik yelkalarimga tushdi. Qaynonam juda talabchan ayol edilar. Ertalab saharda turib hovli supurish, non yopish, sigir sog'ish. Tunlari esa charchoqdan qotib qolgan vujudimni to'shakka tashlab, Rustamdan qo'ng'iroq kutish bilan kunlarim o'tardi. Ammo Rustam oylab qo'ng'iroq qilmas, qilsa ham ishdaman, charchadim, pulim yo'q, siqma meni deb qo'pol javob berib, go'shakni o'chirib qo'yardi. Yillar o'tdi. 5 yil. 5 yil davomida men ko'rmagan, mehr ko'rmagan, so'lib borayotgan bir gulga aylandim. Uyimizda sukunat hukmron edi. Va shu sukunat ichida mening hayotimga, ko'zlarimga va qalbimga ohista, bildirmasdan Murod aka kirib kela boshladi. U inson o'zining mehrini so'z bilan emas, qandaydir ilohiy e'tibor bilan ko'rsatardi. Qishning qahraton kunlarida men hovlidagi o'choqqa olov yoqaman deb sovuqda dildirab tursam, ertalab chiqqanimda o'choq yonida tayyor yorilgan o'tinlar taxlab qo'yilgan bo'lardi. Non yopishda qo'limni kuydirib olgan kunim. Kechqurun xonamning eshigi yonida qimmatbaho malham dorisi qoldirib ketilardi. Dasturxon atrofida o'tirganimizda u hech qachon menga tik qaramasdi. Lekin uning qalin qoshlari ostidagi o'tkir, qop-qora ko'zlarida shunday dahshatli bir himoya, shunday kuchli bir olov yashiringanini men ayollik instinktim bilan his qilardim. Uning yigitlarga xos kuchli, ammo xotirjam qadam tashlashlari, yeng shimarib yog'och yo'nayotganida bo'rtib chiqqan tomirlari, mening yillar davomida muzlab qolgan mehriga tashni vujudimni junbushga keltira boshlagan edi. Xudoyim, o'zing insof ber. Axir u sening qaynig'ang-ku deb o'zimni tunlari urishardim. Ammo ba'zan choy uzatayotganimda barmoqlarimiz tasodifan tegib ketsa, u xuddi tok urgandek qo'lini tortib olar, lekin o'sha bir soniyalik teginishdan mening butun tanamga issiq harorat yugurardi. U ham menga befarq emasligini, uning tezlashgan nafasdan, men yoningdan o'tayotganimda yog'ochni yo'nishdan to'xtab qolishidan bilardim. Biz ikkalamiz bir hovlida yashovchi, taqiqlangan ehtiros o'tida yonayotgan, ammo sirtidan sadoqat va odob niqobini kiygan ikki telba edik. Va nihoyat, hammasini ostin-ustun qilgan o'sha qonli va dahshatli haqiqat ochilgan kun keldi. Qaynonam uzoq qarindoshimizning uyiga, aza marosimiga ketgan va o'sha yerda tunab qoladigan bo'lgan edi. Hovlida faqat Murod aka va men qoldik.
Yomg'ir ayovsiz savalab yog'ar, shamol derazalarni zardalanib urardi. Men oshxonada choy damlayotganimda Rustamning uzoq yillik o'rtog'i Sanjar aka kelib qoldi. U juda g'amgin edi. U Murod aka bilan ayvonda gaplashayotganini eshitib qoldim. Murod, men ortiq bu sirni yashira olmayman. Nafisaga rahmim kelyapti. Rustam u yerda bir rus ayoliga rasman uylanib olgan. 2 bolasi bor. U endi hech qachon qaytmaydi. Bu bechora kelinni qul qilib ushlab o'tirishga haqqingiz yo'q. Mening qonim tomirlarimda muzlab qoldi. Nafasim bo'g'zimga tiqilib, qulog'im shang'illay boshladi. 5 yil yoshligimni, ayolligimni, sog'lig'imni shu xonadonda o'sha sotqin uchun fido qildimmi? Meni aldab xizmatkor qilib, o'zi u yerda xotinbozlik qilib yurgan ekanda. Men qattiq dod solib, oshxonadagi choynakni yerga urib sindirdim. Sanjar aka qochib ketdi. Murod aka yugurib oshxonaga kirdi. Men tizzalab o'tirgancha siniklar orasida ho'ngrab yig'lardim. Nega menga aytmadingiz? Siz bilardingiz, hammangiz bilardingiz, deb o'kirardim. Murod aka mening yonimga cho'kkalab tushdi. Uning ko'zlarida shunday dahshatli og'riq bor ediki. Nafisa, men senga aytolmadim. Chunki seni yo'qotishdan, bu uydan ketib qolishingdan qo'rqdim, dedi u xirillagan ovozda. Nima? U nimalar deyapti? Men unga yoshli ko'zlarim bilan qaradim. Murod aka qo'llari bilan yuzimni hovuchlab oldi. Uning qaynoq kaftlari yuzimga tekkanda qalbimdagi barcha isyon va nafrat bir zumda to'xtagandek bo'ldi. Men seni bu hovliga kelin bo'lib tushgan birinchi kuningdan beri sevaman. Mening butun umrim, mening nafsim sen uchun yongan. Inimning xotini bo'lganing uchun o'zimni jilovladim, Xudodan qo'rqdim. Lekin endi yo'q. Endi sen u iflosning xotini emassan. Sen faqat meniksan. Uning bu so'zlari, uning baland ko'kragi va otashin nafasi meni butunlay aqldan ozdirdi. Men qarshilik qilmadim. Mening ich-ichimdan shunday bir yovvoyi ayollik g'ururi va yillar davomida to'plangan ehtiros vulqondek otilib chiqdiki, men ixtiyorsiz ravishda uning bo'yniga osildim. U meni dast ko'tarib oldi. Men yengilgina edim. Yomg'ir ovozi va chaqmoq chaqishlari ostida u meni o'zining yotog'iga olib kirdi. O'sha tunda devorlarda bizning ehtirosli soyalarimiz raqsga tushdi. Murod aka menga shunday ehtiyotkorona, shunday ilohiy bir mehr va shu bilan birga qonni qizdiruvchi shahvat bilan teginardiki, men yillar davomida unutgan, his qilmagan ayollik jannatiga tushib qolgandek edim. Uning yoshlik kuchi, uning uzoq yillik sog'inchi mening tanamning har bir nuqtasini titratib yuborar, uning bo'salari lablarimda qasos va muhabbat alangasi bo'lib yonardi. Nafisa, mening malikam, men seni hech kimga bermayman, deb pichirlar, men esa uning bag'rida ingrab butun dunyoni, qattiqqo'l qaynonamni ham, sotqin erimni ham, qishloqning malomatini ham unutib yuborgan edim. Biz 2 olovli ruhdek bir-birimizga singib ketdik. O'sha kecha yomg'ir ham bizning gunohkor, ammo shunchalar muqaddas muhabbatimizni yuvib turdi. Ertasi kuni tongda menda zarracha ham pushaymonlik yo'q edi. Qaynonam kelgach, Murod aka uni oldiga o'tkazib, Rustamning bor iflosliklarini, oilasi borligini aytib tashladi va Nafisa endi shu uyning kelini emas. Nafisa endi mening ayolim bo'ladi. Agar kimdir bunga qarshi bo'lsa, uyni ham, yerni ham tashlab olisga ketamiz, deb qat'iy aytdi. Qaynonam dod soldi, qarg'andi. Odamlar orasida sharmandalik bo'lishini aytdi. Lekin Murod aka tog'dek qattiq turdi. U ko'chaga chiqib ajrim ishlarini o'zi boshladi. Hozir o'sha qonli va ehtirosli tundan beri 1 yil o'tdi. Men ajrashib Murod akaga shar'iy hamda qonuniy nikohlandim. Qaynonam avvaliga men bilan umuman gaplashmadi. Lekin hozir mening homilador ekanligimni, Murod akaning yuziga qon yugurib, yasharib ketganini ko'rib, taqdirga tan berdilar. Men hozir Xivaning qadimiy quyoshi ostida eng baxtli ayolman. Murod akaning issiq quchog'i, uning har tunda meni shunday yovvoyi va ayni paytda farishtadek erkalashlari mening hayotimdagi barcha qora kunlarni yuvib ketdi. Aziz opa-singillarim,
Taqdir ba'zan bizni shu qadar og'ir va chidab bo'lmas azoblarga giriftor qiladiki, biz baxtning yuziga ham qaray olmay qolamiz. Ammo sabrning kosasi to'lganida, ba'zan Xudo eng to'g'ri yo'lni yillar davomida yonimizda bo'lgan insonning qiyofasida ko'rsatib qo'yar ekan. Muhim bo'lgani o'z qadringizni tushunish va xiyonatkor pastkashlarga o'z umringizni xazon qilmaslikdir. Siz mening bu isyonkor, qarindoshchilik rishtalarini buzib o'tgan, ammo halol va olovli baxt bilan yakunlangan qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening o'rnimda bo'lganingizda siz nima qilar edingiz? Iltimos, izohlarda o'z munosabatingizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr azizlar, va baxtli bo'lishga o'zingizga ruxsat bering.